Hammaga assalomu alaykum. Fitr sadaqasi nimaga va nima uchun beriladi? Fitr sadaqasi siz ro'za payt tutgan kamchiliklaringiz uchun beriladigan sadaqadir. Va kimlarga beriladi? Albatta, nochorlarga, yetimlarga, kambag'allarga beriladigan sadaqadir. Ko'pchilik ro'za tutmasam ham fitr sadaqasini berdim-ku deydi. Bu xatolik. Chunki fitr sadaqasi ro'za tutmasligingizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Va hayit namozigacha berilib bo'lishi kerak va shart. Ro'za tutishga kelsak, bu 5 ta ahkomlardan biri farzi ayin qilib berilgan. Xuddi namoz qanday farz qilingan bo'lsa, ro'za ham shunday farz qilinib berilgan amallardan biridir.